Hammaga assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi videoda motivatsion уборка yoki har xil retseptlar bo'lmaydi qizlar. Bugungi videoda faqatgina yangi yil uchun olgan narsalarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman va yangi yilga tayyorgarlik jarayonlari bilan bo'lishib o'tmoqchiman. Sizlarga ham yoqadi deb o'ylayman va o'tgan vlogda aytib o'tganimdek, bugun pardalarimni yuvib, ularni ilib, undan keyin uylarni chiroyli qilib bezatishimiz kerak edi. Hozir уже birinchi partiya pardalarimiz yuvilib chiqib, hammasini ilib chiqdik. Katta o'g'lim bilan birgalikda faqatgina eshik tarafdagi pardalarimiz qoldi. Hozir ularni ham yechib, yuvib, undan keyin namlikda ilib qo'yamiz. Utuq qilmaslik uchun ozgina hozircha shunaqangi g'ijim bo'lib turibdi, lekin turib menimcha ochilsa kerak. Ochilmasa ham bitta paravoy utuq olib, undan keyin hammasini chiroyli qilib utuqlab chiqamiz. Qizlarjonlar, endi sizlarga yangi yil uchun olgan narsalarimni bir boshdan ko'rsatmoqchiman. Eng birinchi mana shunaqangi chiroyli archa. Qizlar, archani oldik va nihoyat bundan oldingi vlogda sizlarga aytib o'tgandim. Обязательно mana shu burchakda mani chiroyli yo'lkam bo'ladi deb va mana Allohga shukr, niyatim ham amalga oshdi. 2 bo'yi qizlar. Yo'lkamizni chiroyli, shunaqa o'zimga juda ham yoqdi. Ozgina zasnejniy, qor yog'ganda ozgina shishqalar bor, ryabinalar bor. Juda ham chiroyli, menga juda ham yoqdi. Bu ham balangina pishni o'zim xohlaganda va buni oldiga shunaqangi chiroyli oleng oldik. Yo'lkamizni narxi 1,5 million, bu 210. Bu olenimiz ham 350 ming qizlar. Sveti bor, yonadi. Buni ham upakovkada olgandik. Shunaqangi chiroyli, o'zimga juda ham yoqdi. Qorib ham olmoqchi edim, lekin Abubakr hali kichkina, qo'rqadi deb olmadik. Shuning uchun faqatgina oleng oldik. Va yo'lkamizga moslab bunaqangi chiroyli ikrushkalar oldim. 3 xil bunaqangi chiroyli zолотистый, matviy va glянцевый zолотистый ranglarda 3 xil oldik. Bu esa eski yo'lkamiz. Buni oldida va kichkinagina ko'rinadi qizlar. Buni ham chiroyli qilib raspushat qilib nimaga qo'ymoqchiman? Kuxnyaga qo'yamiz endi qizlar, chunki ko'proq vaqtimni kuxnyada o'tkazaman. Shu sababli bu archamizni kuxnyaga qo'yaman va kuxnyadagi archamiz uchun shunaqangi ikrushkalar oldim. Kuxnyadagi archani shunaqangi qizil rangda bezatmoqchiman. Bunaqangi chiroyli ikrushkalar ham oldim. Bu ikrushkalarni lustraga chiroyli qilib taxlab qo'ymoqchiman, osib qo'ymoqchiman hali video davomida. Может, ulgursam bugungi videoda, bo'lmasa keyingi vloglarda albatta ko'rsatib o'taman nimalar qilganimni. Bu katta archamiz uchun shunaqangi 50 metrli svecha oldim qizlar. Buni narxi 150 ming edi. Bu o'yinchoqlarimiz esa 40 ta ichida. Buni narxi 300 mingga oldim. Bu kichkinasini esa 40 mingga oldim qizlar. Bular 30 mingdan, donasi 10 mingdan qizlar. Ikkalasi va Shahrizoddan tug'ilgan kuni uchun shunaqangi happy birthday nadpis oldim. 6 ga kiradi deb 6 sharik oldik. Archamiz uchun, katta archamiz uchun shunaqangi yulduzcha oldim. Bunaqangi chiroyli svechkalar oldim. Sham qizlar, bular shunaqangi chiroyli stolni ustiga qo'yish uchun, shunaqangi bolalarga juda ham yoqadi deb o'ylayman bu narsa. Yana archamiz uchun shunaqangi chiroyli olenchalar oldim qizlar. Zolotistый rangida yo'qdi, shuning uchun shunaqangi oq rangidan oldim. Bu ham yarashadi deb o'ylayman archamizga. Va kichkina archamiz uchun bitta shunaqangi 10 metrlik svechalardan ham oldim. Endi bilmadim, uyda ham bor edi, menimcha kuygan edi, shuning uchun yangisidan oldim. Va Shahrizodani xonasiga qo'yish uchun shunaqangi chiroyli shar oldim. Juda ham yaxshi ko'raman. Shohruxda bor edi, shunaqa akam sovg'a qilgandi, lekin Shohrux sindirib qo'ygandi va shu bilan olmayotgandim. Hozir yo'limdan chiqqanida shu narsalarni olganimda buni ham bitta Shahrizodani xonasi uchun oldim va
yana mana bunaqangi chiroyli shilkunchik ham oldim qizlar. Bu ham ancha baland. Mana qizlar, shunaqangi chiroyli shilkunchik, taxtalik qizlar, og'zi ham ochiladi. Buni ham archani oldiga qo'yamiz. Juda ham chiroyli. Prям ertaklardagidek juda ham menga yoqdi bu ham. Buni narxi esa 180 ming qizlar. Bu anchagina balangina. Archani oldiga qo'yganingizda chiroyli turadi. Va yana olgan narsalarimdan ko'chani darvozamizni bezash uchun mana shunaqangi girlanda oldim qizlar. Buni bo'yi 270. Buni ochib, chiroyli igrushkalarni ilib, undan keyin darvozaga ilib qo'yaman. Bundan yana bitta bor. Menda o'zi bor edi. Mana bunaqa bor edi qizlar bitta. Lekin darvozamizni eni 4 metr ekanligi uchun bittasi yetmaydi. Ikkitasini qilsam bunaqangi chiroyli pushist turmaydi. Shuning uchun siraza ikkita oldim. Yana uydagi bilan 3 ta bo'ladi. Shunaqa qilib chiroyli qilib ilib qo'yamiz. Darvozamizga chiroyli turadi. Mana bunaqangi yana nima deydi, mishura bu ham girlanda desak bo'ladi. Bularni 5000 dan oldim. Bularni perilaga, uyimizni oldidagi zaborga ilib chiqaman. Buni ham chiroyli qilib, hali uni ham video davomida albatta ko'rsataman. Esa o'tgan yilgilar, bular уже kerak emas. Chunki qarang, hech narsamiz yo'q. Mana o'sha aytgan girlandamiz. Bularni narxini 40 mingdan ila 45 mingdan oldim. Buni esa 3-4 yil oldin olganman. Birinchisini 35 mingga olganman qizlar. Hozir уже ila 40 ming ila 45 ming esimda yo'q. Shunaqa narxda oldik. Bularni esa darvozaga ilib qo'yamiz. Shunaqangi chiroyli vinok. Buni men o'zim taxlaganman. Bunisini ham o'zim taxlaganman. Bularni hammasini darvozaga ilib qo'yamiz. Mana shu igrushkalarimizga mos, yana shunaqa kichkinaroq razmerda ham bor igrushkalarimiz. Bir-biriga mos. Buni hammasini shu yangi archamizga ilib chiqamiz. Yana bu yerda kichkina igrushkalar bor. Bu kichkina igrushkalarni darvozaga iladigan mana shu girlandamizga ilib chiqamiz hammasini. Bu yerda mana bunaqangi korzinkadan olganman. Shunaqangi chiroyli poyezd. Buni ham menimcha kuxnyaga qo'ysam kerak. Bu yerda yana ba'zi bir narsalarimiz bor. Bularni hammasini hali razbor qilib, undan keyin kerakli joylarga распределить qilib ilib chiqamiz. Bu yerda mana eski archamizniki. Bularni ham kuxnyaga chiroyli qilib taxlab chiqaman qizlar. Chiroyli qilib bezatamiz. Bu yerda yana bor qizlar. Buni ham shunaqa qilib yo'q joylarga qo'yib chiqsak bo'ladi. Xullas, shunaqa qilib narsalarni oldik. Bularning endi hammasini chiroyli qilib bezatib chiqish kerak. Birgalikda chiroyli qilib kuxnyani, darvozamizni, ko'chalarni va zalimizni chiroyli qilib bezatib chiqamiz va bu jarayonni albatta hammasini videoga olaman qizlar. Va undan tashqari mana bu yerda stol uchun chiroyli narsalar olganman qizlar. Stol usti uchun shunaqangi chiroyli posudalar olgandim. Bularning narxi 19 mingdan. Bitta tarelka Toshkentdan zakaz qilgandim. Galereya uz Instagrami, galereya magazini. Toshkentliklar bo'lsa bilishadi. Bularning narxi 19 mingdan. 4 tarelka zakaz qilgandim, lekin bittasi yo'lda sinib qolgandi. 3 ta qolgan. Buxoroda Sensei magazin bor, Chinormolda. O'sha yerda sotilayotgan ekan. Точно bunaqa emas. Shunga o'xshash tarelkalar borib endi yana olib kelaman 3 dona, chunki 3 ta bizga netudan yusuda hammaga yetmaydi. Kamida 5 ta bo'lishi kerak. Abubakr hali samostoятельно narsa yeya olmaydi, shuning uchun 5 ta хотя бы bo'lishi kerak. Lekin bizda hozir 3 ta. Shuning uchun yana 3 ta borib olaman tarelka va bu yerda mana shunaqangi ikkita avalni kichkina, bunga salat yoki meva solsak bo'ladi. Bitta katta, buni ichiga ovqat, shunaqa narsalar qo'ysak bo'ladi. Oshdan tashqari любой ovqatni suzib yesak bo'ladi qizlar. Kattasining narxi 36 ming, bular ham 19 mingdan.
Va mana bunaqangi shamlar olgandim qizlar. Bu ikkitasi uyda bor edi. Mana bunaqangi shamlar oldim. Mana bu shamdonlarimizga qaysi endi chiroyli mos kelsa, skatert rannerlarni qo'yib, tarelkalarni qo'yib, undan keyin shamlarni qo'yib ko'raman. Qaysi biri chiroyli mos kelsa, yana o'shandan borib olaman. Bulardan 2 korobka olganman. Bittasini o'zi ochganman. Ichida 3 dona bo'ladi. Yana hozir bor bu yerda 3 donasi 6 ta bo'ladi. Keyin yana borib chiroyli mos kelgan shamlardan borib olaman qizlar. Va mana bunaqangi chiroyli choynak peshonak oldim. Shunaqangi o'zimga yoqdi. Bundan narxi 75 ming edi adashmasam. Buni Durgoy magazindan oldim. Shamlarni va shamdonni ham o'sha Durgoy magazindan olganman. Bu ham shunaqangi chiroyli, prям novogodniy kayfiyat berib turadi. Va bolalar va o'zim uchun shunaqangi pijamalar zakaz qilgandim. Bu lekin uchalamizga, bunisi Abu Bakrga. Shunaqangi chiroyli pijamka alinchalik. Bu Abu Bakrniki, Shahrizodaniki va o'zimga, o'g'illarimga ham zakaz qilmoqchi edim. Yo'q deyishdi. Xo'jayinim, конечно, bunaqa narsalar kiymaydilar. O'zi zo'rg'a fotosessiyaga borishga ko'ndirdim. Mana bunaqangi chiroyli material. Buni o'tgan yil zakaz qilganman, lekin o'tgan yil men o'sha Radomdan kelgan kunim kelgandi. Bu 30-dekabr kuni. Shuning uchun bunday hech narsa qilishga ulgurmagandim. Bundan o'zimga prixvatka, fartuk va sochiqcha qilib qo'ymoqchi edim. Kuxnyamga, lekin ulgurmadim. Chunki 30-dekabr kelgandi bu narsa. 2 metr olgandim, lekin narxi umuman esimda yo'q qizlar. Buni ham hozir olib qo'ydim. Bundan ham o'zimga fartuk qilaman, o'zim tikaman, prixvatka qilaman. Qozonni ushlaydigan va chiroyli sochiqchalar tikib, undan keyin kuxnyaga chiroyli qilib taxlab qo'yaman qizlar. Shunaqangi novogodniy kayfiyat beradigan narsalar oldik. Xullas, shuncha narsalarni olib shunaqa kayfiyatim yaxshi qizlar. Prям novogodniy kayfiyat berib turibdi bular hammasi. Endi chiroyli qilib hamma joyni bezatib chiqsak, undan keyin faqatgina yangi yilni kutish qoladi. Yangi yildan oldin oilaviy fotosessiyaga borgandik. Sizlar bilan ozgina bular bilan ham bo'lishmoqchiman. 4 ta bola bilan fotosessiya qilish juda ham qiyin ekan qizlar. Ayniqsa Abu Bakr bizani juda ham qiynadi. Umuman rasmga tushmadi desak ham bo'ladi. Faqatgina 3-4 ta chiroyli kadrlar bo'ldi. Shunisiga ham rahmat deymiz. Bizani juda ham qiynadi. 3-4 kishi ovora bo'lib Abu Bakrni rasmga tushirishga harakat qildik. Fotosessiyadagi eng chiroyli rasmlar bilan Telegram kanalimda bo'lishib o'tganman qizlar. Bemalol o'sha yerga o'tib rasmlarimizni tomosha qilsalaringiz bo'ladi. Bizlar esa 8-dekabr kuni ertalab zavtraqdan keyin bolalar bilan birgalikda ko'chalarni supurib, tozalab, perillarni chiroyli qilib artib chiqib, undan keyin hamma joyni bezatishga o'tdik. Yomg'ir yog'ganda havo juda ham yaxshi edi. Toza havoda maza qilib ishladik. Ozgina qiyin bo'ldi darvozaga ilib qo'yish, lekin birgalikda hammasini epladik qizlar. Alisher Abu Bakr bilan birgalikda uyda qolishdi. Ko'cha salqinligi, namligi uchun. Biz esa men Shohruh va Shahrizoda hamma joyni chiroyli qilib bezab chiqdik. Kuxnyamizni bezatganimiz bilan zalimizni bezatganimizni keyingi vlogda albatta qo'yib boraman qizlar. Hozircha esa faqatgina ko'chalarni bezatishga ulgurdik. Abu Bakr bilan salgina qiyinroq bu ishlarni qilish. Juda ham injiq bo'lib qolgan. Hozir tish chiqyapti tepadan. Shuning uchun salgina injiq bo'lib qolgan. Shu sababli ishlarimizni tez qilib oldik. Endi Xudo xohlasa seshanba kuni bog'chaga borgandan keyin yana uylarni bezatishni davom ettiramiz. Hali oldinda bizani yangi yildan oldingi generalniy motivatsion ubоркалар kutib turibdi. Ularni o'tkazib yubormaymiz qizlar. Hozircha esa bizani hovlimizda, ko'chamizda shunaqangi yangi yil atmosferasi. Videomni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Keyingi vloglarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling. O'zingizni asrang.